Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, fermerlar, dehqonlar. Bugungi chislimiz 1-noyabr holati. Esingizda bo'lsa, aysberg karamini qo'ygandim. Mana bu kechroq ekilgan aysberg maydonimizga kelganmiz. Klinka ostiga ekilgan. Yaqa tomirdan har xil kasalliklar uchun trichoderma organic F sepgandik. Keyin mineral o'tlarni o'zlashtirib beradigan Organit B, Organit N stimulyatorimiz Biodox berganmiz. Har xil nematoda tuproq ostidagi hasharotlarga qarshi Biosil BT, Biosil BV, ustidan bo'lsa Biosil BT ni sepgandik. Hozir kundagi holati. Ozgina narxda kattalarimizni qo'yib boramiz uni ham. Qo'yaman hozir. Qo'lni biologik himoya ostida organik mahsulot yetishtirmoqchi bo'lsanglar, quyidagi raqamlarga bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Anchagina kattagina ko'rishingiz mumkin. Biz bu yoqqa ataylabdan ximika turmasdan biologiya bilan ishlayotdik, chunki ximika turganimizdan keyin baribir kun sanaganda sal kechik qoladi, stress bo'lgani uchun. Shuning uchun faqat biologiyani o'zi bilan yetishtirishga harakat qilyaptik. Mana uy maydonimiz 36 gektar, shundan 19 gektarga hozircha aysberg karam ekilgan. Bizni kuzatishda davom etsanglar, oxirida hosilni qo'yib boramiz.